Voy. 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 Bari hozirgina qochib ketgan yerda bari. Hozir. Voy. Chiqdi degandan kirjoydan chiqib ketdi. Patsak tiqishga yetyapti. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz baliq oviga keldik. Mana shu ukam bilan. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz shu ko'pir bilan narigi tarafga o'tib, shu joylarga qarmoq tashlab ko'ramiz. Avvali bu joylarda tutdik. Birinchi videoda hozir shu joyga qaytmoqchimiz. Bo'lsa yana nasib qolsa kerak. Katta baliqlar. Mana shu taraflarda ham baliq tutganmiz. Mana birinchi qarmoqlarimizni mana shu taraflarga tashlab ko'rmoqchimiz. Sinab ko'rish uchun. Mana ukam narsalarni ham tayyorlayapti уже. Jigarlar, mana bugun ovga keldik. Ovda mana qarab chuvalchang sog'ligiga mana o'zim qo'lni yasab oldim. Texnologiya. Ko'rasizlar, chuvalchang turadi. Mana yoqib qo'yasiz bo'ldi, problem yo'q. Yo'q. Ko'rasizlar. Mana chuvalchanglarimiz, mana prikorimiz bor edi. Sal muddat o'tib qolibdi, hali tursa ham. Endi buni chuvalchanglayapman. Endi laqabimga kelmasa ham sal hid berar deyapman. Endi mana qilib ko'ramiz. Mana shunaqa qilib chuvalchang kattaligini ko'ryapsiz, mana katta chuvalchanglarimiz biz faqat. Kattar bir kattada. Voy, hidi chiqyapti. Hidi baliq chaqiradida ko'rasizlar mana. Chuvalchanglardan tayyor qarmoqlarni joylashtirilgan otamiz mana. Bismillah, Alloh. Ey Xudo o'zing qo'llab-quvvatla. Bismillah. Bu qarmoqimiz don qarmoq edi, suvga tashlab qo'ydik. Endi mana shu yerga yana 2-3 ta qarmoq tashlab qo'yamiz don qarmoqdan. Ketdik endi. Mana ikkinchi qarmoq tashlaymiz hozir. Ipni yechib oldik, endi yaxshilab qotiramiz yerga. Nima deysizlar? Mashina qoqqanim yerga hozir deyman. Yog'och toqqanimda baliqlisa qochib ketadi, ichkilar baliq. Yoki boshqasiga qoqishgan yaxshimi buni? Loy bilan o'taman bu tomonlarni to'sib qo'yadigan qisib, keyin bitta ustidan mana qilib qo'yaman, bo'ldi. Endi mana tayyor bo'lgan. Mana dunyamizda chuvalchanglarni bu ham do'ngarmoq qo'l to'riga tosh qo'yamiz, buni otamiz qani. Bismillah. Bir. Ana. Просто так perfect deydi-yu, shunaqa bo'ldi. Ana endi bu tarafga tashlab ko'rmoqchimiz. Avvalgi safar mana shu yerda baliq tutgandik. Bitta 1 kiloli laqa. Xohlasa, bu safar ham tutib qolamiz. Bu qarmoqlar tayyorlayapti ukam. Biz qarmoqlarni tayyorlab oldik. Mana bu ikkitalik do'ngarmoq. Buni tashlaymiz. Yaxshi. Endi bu ikkinchi qarmoqni tashlaymiz. Bu qarmoqni tashlaymiz. Qani, bismillah. Bu ham don qarmoqimiz yaxshi. Endi nasib bo'lsa raqamlarimiz qoladi. Endi qolgan qarmoqlarni tashlaymiz. Ana endi mana shu taraflarga qarmoq otamiz. Avvalgi safar bu yerda ham tutgandik. Birinchi videoda ko'rsangiz bo'ladi. O'ylashimcha yaxshi joy. Chiqqa ham joyida ikkisida, o'tirishga ham yaxshi, zo'r. Mana biz uzunda sotadigan ovchi magazinidan shunaqa yig'iladigan stullar oldik. Stul bilan baliq ovi ancha qulay bo'lar ekan. Shuning uchun sizga ham tavsiya qilamiz. Mana o'z bilan ajoyib mashinaqa qo'ng'irog'i, tachik hamda qarmoq tiragiz keladi. Mana shu hamma narsalarni siz ovchi magazinda, o'z marketdan olishingiz mumkin. Skladnoy stul, qarmoqlarni hammasini. Magazin silkasini izohda qoldirib ketamiz. Mana qarmoqni endi biz mashaqqat tashlamoqchimiz.
Faqat uzun qarmog'imiz qoldi. Shuning uchun mana shunaqa tashlaymiz. Uni tushirib qo'ysak ham bo'ladi. Uzun bo'lgani uchun. Buni yog'ochimizni shunaqa tirab qo'ydik. Mana. Xudo xolasa bunga ham baliqlanib qoladi. Mana baliq ovlash jarayoni. Ye. Ağırlaş qotdi. Keyin paploga kiradi. Sizlar qarmoqning uchi yomon jibrlayapti. Shunga baliq bormi deb o'ylayapmiz. Buni ko'ramiz. Yum og'rib ketdi. Plastik o'rnash qoldi deydi. O'rnash. Balig'imiz mana bizda. Mana ilon balig'i deb. Kivalchaning kattasini bizga. Bismillah. Oh, mazza. Hozir bu tomonlarda hozir baliqlar sakrayapti. Kechirmanglar, laqa baliq sakrayapti. Sakragan chiqarmoqmiz undan ko'ra. Mana уже tun tushdi. O'sha qarmoqlarni ham yig'ib oldik. Unaqa professionalniy va oddiy qarmoqlarni qo'yib qo'ydik. Oddiy yog'ochdan o'zimiz qilganimizda. Kechki odamlar kelib o'g'irlab ketmaslik uchun. O'g'irlab ketsa ham shalka bo'lmasligi uchun. Assalomu alaykum. Kechaga suv tashib ketgan qarmoqlarni bugun ertalab ko'ryapmiz. Mana hozir ko'rib turgan qarmoqlarni. O'rtalarga o'g'irlash qolgan o'xshaydi. Yoki baliq ilingan, tortgan, kirib ketgan. Hozir ko'ramiz buni. Oh. Chiqmayapti. Bittadan bitta ilojimiz hozir uzish bo'lib qoladi. Mana biroz tursin. Qo'y qarmoqlarni ko'rib, buni keyin bitta qaror qilib uramiz. Mana qarmoqlarni olamiz. Mana bu yerdagi ketiga tortib ketgan qarmoqlarimizni bundan ko'ramiz. Mana diyorlar. Laqa baliq ushladik. Vashin zo'r. Laqani ko'ryapsizlar, mana. Qanaqa ajoyib go'zal laqa. Mana ko'ryapsizlarmi jigarlar? Qarmoq nima bo'ladi? Tang'ilay deydimi, tilim tagiga kirgani mana. Voy! Baliq hozirgina qochib ketdi mana yerda bor. Hozir. Voy. Chiqdi degandan kirjoydan chiqib ketdi. Patsak tiqish kerak deb turib. Mana, jik tashaga qarmoqlarimizdan bitta mana shunaqa baliq ilindi.
Endi bu yerda qarmog'imizni ko'rdik. Tig'inga o'rlashqatdi. U tomonda bitta baliq chiqdi faqat. Nima? Qatiq tortganini bilman. Og'zi etilib chiqib ketdi baliq. To'g'ri videoga ko'rmadi endi. O'zim shaxsan o'zim ko'rdim. Aniq video koordinatasi edi. Shunaqa baliq. Bugunlikka bitta baliq ushladik. Bo'ladi, yomon emas.